Assalomu alaykum azimjonimizda ashaddiy obunachilari, kanalga obuna bo'lib, like bosib turinglar. 2026-yil hafta kuniga dushanba 27-iyulda turibmiz. O'sha optimchilar, arzonchilar yig'ilgan qishloq Saroy qishlog'idamiz obunachilar. Yana o'sha Iqbol akamizni mol mini fermalariga keldik. Ekranga yaqin o'tirib bittadan like bosib qo'ying obunachilar. So'z navbatda Iqbol akamga Azimjon yaxshimi? Men shu ekraningizda paydo bo'lsam, rekord ketaveryapti. O'shanga yana cho'tki mollar olib qo'ydim-da. Spat sorti zo'rlarni olib kelibdilar obunachilarga deb. Boshidan ko'rsatishga, ana yeb ichib turgan joyda obunachilar tepaga tortib bo'yini katta qilib ko'rsatilmagan. O, birinchi molimiz bu. Ko'ring. Mishin oqboshidan ekan-a. Bu shoxlari ham o'ziga yarashgandan-da. Bu oyoqlarning orasiga ham oq qanday chiroylisizdan-da ko'rsatib qo'yam. Spat sorti o'ta ham ideal ekan. Obunachilar ichida spat sizda o'zi yo'q ekan. Nech pul qo'yib berasiz buni? Qara. Men deyman, tuqum olmaydiganida. Bir kiretga beliga ter bersa bo'laveradi obunachilar. Qanchalik Azimjon buni? Men o'zi biladi, obunachilar ham biladi, o'zingiz ham bilasiz. Xalqqa yoqadigan, o'zingiz yoqadigan narxda qo'yib beraveraman men. Nech puldan qo'yasiz? 18 dan bo'laverami? 18 million mashina. Azimjondan chiqyapmiz deyshadi 17 million 700 ming so'm, 300 ming so'm o'tib berasiz. Men o o'tgan safargi videoda aytgan gapim bor. Har bitta molga 200 ming 300 ming o'tib beriladi. Yana mana 17,5 dan. Bor ekan. Telefonga obunachilar narx 17 million 500 ming so'm yana kam bor. Bo'yi 1.10 piliski chiqaveradi, xotirjam. Bemalol. 1.10 deylik. Pilisini qo'yarsan 1.10. 1.10 chiqaveradi, xotirjam. Bu bitta. Nechta qo'yiladi? Bundan bor nechta? 1, 2. Bitta, o'ta sifati zo'r ekan. Birinchisi, yo'q, 4ta. ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi. Beshinchisini ham qo'shing narxi yengillasin. Bo'ldi. 5-inchisi ham. 1. 5 tani bir joyga tortdim degan obunachiga narxni o'ta yengil qilib qo'yib berasiz-a? 5 taning ichidan mana ikkita vaqtcha go'zallari ham birga ketyapti-ku. Oyoq qo'li o'ta baquvvatlardan. Buni ko'ring. Bir 5-6 oy emas, 3-4 oyda xuddi ana shu molda bo'ladi bu ham. To'g'rimi aka? Ha. Bu molning sifatini ko'ring. Buni ham choqlarning orasi ham mana shunaqa. 2 oy 3 oyda xuddi ana shunaqadan ham baquvvat bo'lib ketadi obunachilar. Mono bolam o'ziga yarasha qanday bir chiroyli istarasi ma'mol ekan. Buni ham ko'rsatib qo'ying aka. Orqa oyoqlari oq, dumini uchi oq, oq quloq oq tumshog'idan. Chiroylisidan-da. Shoqam qandaydir o'ziga joziba berib turadigan mollar bo'ladi-da. Ana shu mollardan ekan bu ham. Ikkita bo'ldi, bayda uchinchisi. To'rtta. Mana 5-inchisi. Bu 4-inchisi, mana bu 5-inchisi obunachilar. Ammo mollar o'ta ham ideal ekan. Xudo xolasa, Hammasi sifat zo'r ekan, ichida sifatsiz yo'q ekan. Xudo xolasa huruf mol yo'q ekan. Hammasi bir-biridan chiroyli go'zallaridan. Bular narxini qanchadan qilaylik aka? 5 tani bir joyga tortdim degan obunachiga. Siz to'xtang, har safar narx aytasiz. Men shundan 200 ming 300 ming o'tib beraman degan gapim bor. Bilyapsiz, har doim o'z narx siz aytyapsiz. Buni ham siz ayting aka. Menga 12 milliondan bo'lsa ham bo'laveradi. Yo, endi narx bermaydi aka. Sal foydalanishimiz ham kerak. O'zimizga ham bunaqa narxdan kelmaydi. Mana bozordan ham boshqa kanaldan ham 500 ming arzon aytaman, 15 million 500 ming so'mdan. Bo'ldi 15 milliondan ketaveradi. Bozorda 16 million, boshqa kanalda 15,5 dan qo'yishadi boshqalar. Siz 15 milliondan qo'yasiz, yana o'tib berasiz telefon qilishsa. Bo'ldi, ona aytsa. Bar aka. 5 tasini bir joyga oldim deganga 15 million so'mdan yana xayri sunnatlari bor. Ichida tanlab olganga nima perismeniz bormi yo shu narxdami? Tanlab olsa ham, hammasini bitta yerga olsa ham, mana shu 4 to'vi, 5 to'vi ketaveradi. O'ta zo'r, qulay vaziyat bo'ldi. Obunachilar, mana uni tanlab olsalaring ham 15 million so'm. Bo'yi o'zini men tilimdan chiqib ketdi, bu hozir esda bo'ldi. Men mana 1, 2, 3, 4 ta deb o'ylab aytib beribman. Tilimdan chiqib ketdi, foydalanib oldilar obunachilar. 15 million so'm shosi ham. Tilimdan chiqib ketdi, foydalanib oldilar. Endi unday foydasini ham bundan ko'ra olamiz. Qimmat aytaymi? O'ta yengil aytvaring, hammasini ziyoniga ham qo'yavering. Ana hamsa. Kanalimiz kuchayib olsin, keyin undan keyin foyda qilaveramiz. Undan keyin foyda qilasiz. Hozir o'zini pulga berib turing.
Kanalimiz yangi kuchayishi uchun puliga berib tursangiz. 2-3 tasini qanchadan qo'ydik-ku? 13,5 dan bo'ldi-ku mana. Tortishmayman ham. Meni tortishmayman, qo'lni bering. 13 million so'mdan tortishmayman, ko'p emas. Uka endi 13 million 400 mingdan. 300 dan barbar aka. 13 million 300 mingdan bo'pti mana. Barbar aka. Telefon qilishadi. Yana heri bormi? Endi o uyimda men faqat xunojim boqaman deydi akalar ham topiladi uka. Ha. Bular ham 3 ta vaqti udor qulay variantlardan bor. 4 ta shekilli beyda. Ya 4 ta ekan. 1 2 3 4 ta. Bu sifatini ko'ring. Bu xunojim ham katta o'g'ildan keyin rosa bola beradigan variantidan ta. O'ta zo'r ekan, bu qoladi ichidagi buqov ketib tonajinam. Buqadan farqi yo'q ekan-a? Ha, vaqti chiroylilari. Buni olavlarni ham olsa ham rosa Bu ham smishni o'ta uzun mol ekan. Oyoq qo'li baquvvat ekan. Buni himoya yo'q ekan aka. Ichida nuhmal yo'q ekan-a? Buni himoya yo'q ichida. Qanchadan qo'ydik-a bu? Ko'ryapsiz-ku, birinchi tog' buqa bilan ham tengda bo'yi. To'g'ri. Qancha deysiz uka? 12 milliondan tortaverami? Obunachilar mazza qilsa, xalq mazza qilsin. Men o'shanda mazza qilaman. Tortishmayman, mana 12 million so'mdan 400 ni bir joyga oldim deganga. Uka, aytayapman-a, obunachilar xalq xursand bo'lsa bo'ldi. Men ham xursand bo'laman aka. Qani? Barbar aka. 400 bir joyga 12 million so'mdan. Bu sifatini ko'r uka, oldi boshlarni, ko'z boshlarni qara. Hamda tepadan ham ko'rsatayam. Hattolar variantidan ta. Hamma mollar ideal aka. Obunachilar telefon qilasizlar. Yana kam bor, hatto kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Bittadan like bosib kanalga obuna bo'lishni istan chiqing. Darz qilib turinglar.